Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Bugun ayaqqabı magazindagi skidga tushgan tovarlarimizni bir qator obzor etib o'tamiz. Qaranglar, tovarlarimiz ko'p. Skidga tushib turgan tovarlarimiz setkali hozirgi giyadonman so'mda. Qaranglar, ishlar ham zo'r ishlangan. Narxi 380-350 ming so'mda sotilgan. Shuningdek, setkali mokasinka obuvlarimiz 200 ming so'mda xarid etib bilasizlar. Mana qaranglar, har xillari bor. Har xillari ichari qizdirib, islantirib beradigan emas. Naturalnik koja bo'ladi bularniki. Telari sarayib, qirchilib, qarayib qoladi emas. Boringlarni. Kirmingi biladigan odamni o'zi yo'q. Bu qirilsam ketadigan variantda bularniki. Shular bilan aytib o'tayman. Har xil variantlari bor, qaranglar. Qirchilsam ketadi buniki, qora bo'lsam ketadigan variantniki bu. Shuning komfort firmamiznikidan yumshoq bo'ladi. Podoshlari ham zo'r chiqqan, вообще zo'r. Oyoqlar ham baranglarni munchakli buklanmaydi, lekin obuvimiz shu darajada buklanadi. Hozir setkali mokasinkalarimizni xohlasangizlar magazinimizga kelib olsangizlar ham bo'ladi, xohlasangizlar onlayn zakaz etsangizlar ham bo'ladi. Pastda telefon nomeri qo'yib qo'yaman. Xohlasangizlar onlayn zakaz etinglar, xohlasangizlar kelib. Keyin topshiyalarimizga keladigan bo'lsak, shuda ko'rib turgan topshiyalaringiz hammasi 150 ming so'm narxda chiqarib qo'yibmiz. 150 ming. Soni chegaralangan, o'zi kam qoldi, razmerlari o'ynab qoldi. Qaranglar. Har xil modellarimizda 150 ming so'mda chiqarib qo'yibmiz. Chegaralangan bularning sonlari. Keyin tuflilarimizga keladigan bo'lsak, tuflilarimiz 400, 380, 350 ming so'm, maksimalni 330 ming so'mda sotilgan tuflilarimizdan esa 200 ming so'mda atiga. 200 ming so'mda. Keyin yana nima? Bu modellarimizning hammasi 150 ming so'mda. Shu ko'rib turgan modellaringizning hammasi 150 ming so'm narxda, qaranglar. Sho'dan sho'racha ketadi. 150 ming so'm shu ko'rib turgan obuvlaringizning hammasi. Keyin shundan bani hammasi 150 ming so'm. Shu ko'rib turgan modellaringiz esa 200 ming so'm narxda. Narxi 200 ming so'm. Ana, razmerlarimiz bor. Kelib so'rasangizlar ham onlayn zakaz etsanglar ham razmerlari bor deymiz. 100 ming so'mdan tuflilarimizdan har xil modellarini chiqarib qo'yibmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Obuvlarimizni 100 ming so'mda tuflilarimiz 100 ming so'm. Atiga 100. Keyin men sizlarga oqshom tushuntiradigan bo'lsam, kecha o'yin ko'p beradim. Sirli qutichani, sirli qutichada ko'p odam son topa olmadi. Sonni shu videomizda yana shu quticha ishlaydi. Birdan 150 cha son bo'lgan sonni topishingiz kerak. Kommentariya yozishingiz kerak. Keyin birdan 150 cha bo'lgan son bo'lsa, topishingiz kerak. Masalan, yozasiz 23 mi? 23. O'zlaringizdan kelib chiqqan taxmin sonni urasiz, men sizlarga kartalaringizga pul tashab beraman. U pulimiz 4 ta odamga tashab beraman. Kommentariya yozgana, shu masalan birdan 150 cha bo'lgan son desam, masalan 83, 78, 111, 136 shuning sonlar bo'ladi. Yozasiz, prosta yozasiz, keyin men sizlarga atvet, agarda to'g'ri javob bo'ladigan bo'lsa, atvet beraman. Shu pastda kommentariya atvet beraman. Menga aloqa chiqasiz, Telegramdan siz kartangizni tashab bersangiz, sirazi pulingizni ham tashab beraman. Ham ko'rishib bo'lasiz, ham yutuq ham olishingiz mumkin. Obuvlarimizni ham ko'rib turganlaringiz har xil modellarimiz bor. U meni sirli quticha deganim, adden meni o'zimni surprizim bo'ladi. Adden meni. Qaranglar, har xil modellarimiz bor. Hozir esa bir ham odam topmadi. Sirli quticha deya raqamni prosta aytman. 500 odam kommentariya yozdi, lekin bir sam to'g'ri yozmadi. Bir sam to'g'ri yozsa hozir men sirazi video chiqarib shu odamga pul tashab berdim diyecekman. Yo'q, lekin hozir o'ngni. Shuncha hozir shu videomiz ham ishlaydi. Shartlarına keladigan bo'lsak, shartlarimiz faqat menga podpisiya bo'lgan bo'lishingiz kerak. 1. Like bosasiz, 2. Kommentariya yozasiz, xohlagan gapingizni yozasiz, 2. Raqamam yozasiz. 83, 66, 55 shuningdek raqam bo'ladi. Keyin to'g'ri javobga shu pastda kommentariyada javob beraman. Keyin men podpisiya bo'lasiz, kommentariya yozasiz, like bosasiz, shu videoni 15 odamga yuborasiz. 15 odamga yuborasiz. Keyin pastda telefon nomeri qo'yib qo'yaman. Telegram o'tasidan shu telefon nomerini saqlanib etib qo'yasiz. Ayaqqabı deb saqlanib etib qo'ysangiz bo'ldi. Shu qisqacha 1 minut ham bormaydi shartimiz, lekin pullan bo'lasiz. Xohlasangizlar kelib obuvlarimizdan ham xarid etishingiz mumkin. Xohlasangizlar onlayn, xohlasangizlar kelib olaverasiz. Modellarimiz ko'rib turganlaringiz har xil modellarimiz bor.
Qaranglar, modelimiz ko'p. Xudo xolasa magazinga kelsangizlar, xohlasangizlar aniq aytib zakaz etsangizlar ham bo'ladi. Xullas, shu gaplar. Razmerlarga keladigan bo'lsak, bundan oldingi chiqargan videolarimda hammasini to'liq razmerlari bilan aytib qo'yibman. Hammasini to'liq. Magazinning adresini keladigan bo'lsak, adresini bir xato tushuntirib beraman. To'g'rimizda, Kareliba ayaqqabı magazin shuni katta plakat chiqarib qo'yibmiz. 5-qator Raycenterdan kirganning 5-qatorda joylashgan. Kelaversa 218-magazin kirganning chap qo'lli obuvlarimiz hammasi aksiyada turibdi. Shuningdek, katta plakatdan chiqarib qo'yibmiz. Ayaqqabı. Ana, kelaversa. Hammangiz ayaqqabı magazinida kutib qolamiz. Skidkamizdan umumiy foydalanib qolinglar.